Alo, Nigora qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum onajonim, mehribonim, jannatim, go'zalim, go'zallarning go'zali. Meni qiynalib tuqqan, qiynalib boqqan onajonim, yaxshimisiz? Ovozlaringiz juda ham chiroyli. Ovozlaringizni eshitganimdan juda ham xursandman. Yaxshi o'tiribsizmi? Onam sog'inib ketdim. Onagilam. Muddoga o't qancha kerak? O'zingiz biram tushungan ayolsiz-da, onajonim, mehribonim. Shu navarizga pampers olmoqchi edim. Birovga so'ramayapman, o'zingizni navarizga so'rayapman. Shunga ozgina kartamga pul jo'natib bera olasizmi? Anu go'rsoqda ering nima qilyapti? Turmush o'rtog'imga ham oson emas. 3 yildan beri ish qidiradi. Osonmi sizga hozirgi paytda ish topish? Unga ham bilasizmi qanaqa qiyin? Oylik olsa ish yo'q, ish olsa oylik yo'q. Qaytaramiz hammasini. Xo'jayinim ishlari yaxshi bo'lib ketsin. Ha, qaytarasan. 3 yildan beri qaytarmaysan. Pul-mulim yo'q. Ana bor, bankdan kredit ol. Voy, bankdan kredit oldikdimi, sizdan qarz oldikdimi? Berasizmi? Bankrot bo'lib ketdik. Ha, uying yaqin bo'lsa ham mayli qizim. Ha, o'zim olib borib bersam. Bu kartadan kartaga pul tashlab, foizlar ham ko'payib ketdi. Bankrot qilib tashladik. 3 yilda qancha foiz bo'ladi bilasanmi? Ona, jonim onam, o eshitmadingizmi? 1-noyabrdan 31-dekabrgacha Ipak yo'li banki aksiya qilyapti. Aksiya aylanib ketaysizdan. Boshqa bank kartalaridan Ipak yo'liga shunday pulchangizni tashlasangiz, 0% pul o'tmaydi, foiz ketmaydi. Kelin poshsha, sizdan hech kim gap so'ramadi.